Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz. Yaponiyada Uyg'urlar to'g'risidagi tunji qaror ma'qullikdan o'tdi. Chex Jumhuriyati Xitoyning Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini e'lon qildi. Erdo'g'an Bruselda har qaysi davlat rahbarlari bilan ayrim-ayrim uchrashdi. Angliya Xitoy virus cheklamasini uzartdi. Sog'lomlik haqida. Tövəndə dehqonlar xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Yaponiya Kobe viloyatlik parlamenti Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan kishilik huquq tafsirchiligi haqida Yaponiya hukumatining tekshirish elib berishi talab qilingan qarorni ma'qulladi. Butun parlament a'zolarining birda qo'llashi bilan ma'qullangan qaror Yaponiya hukumatiga suniladigan bo'lib, mazkur qaror Yaponiyada tunji qatim bir parlamentning Uyg'urlar to'g'risida ma'qullikdan o'tkazgan qaror hisoblandi. 9-iyun kuni Yaponiya davlatlik xabar organi bo'lgan televiziya kanalida e'lon qilgan xabarda Amerika Bayden hukumati va Yevropa davlatlari Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkistonda 5 milliondan ortiq Uyg'ur xalqini jazo lagerlariga qamab qo'yganligiga qattiq norozilik bildirganligini, navbatdagi vaziyatning bakili vahimalik ichida ekanligini, Kobe viloyatlik parlament iyun oyining umumiy yig'inida Yaponiya hukumatini Xitoydagi kishilik huquq tafsirchiligini hal qilishga va chora-tadbir elishga chaqirgan qaror ma'qullikdan o'tganligini bildirgan. Xabarda bildirilishicha, Kobe viloyatlik parlamenti ma'qullangan qarorda Xitoydagi kishilik huquq tafsirchiligi va Uyg'urlar duchor bo'layotgan og'ir zulmga sal qarashga bo'lmaydiganligi alohida ta'kidlanib, Yaponiya hukumatini Uyg'ur masalasida Amerika, Angliya va Yevropa davlatlari bilan birlikda harakat qilishga chaqirilgan. Yaponiyadagi Uyg'ur ziyolisi Sadulla Uyg'ur bu qarorning vujudga chiqishiga tuhfa qo'shganlar to'g'risida to'xtalib, bundaq bir qarorning o'tirg'i chiqishida Yaponiya Uyg'ur jamiyati, Yaponiya parlamentidagi Uyg'ur do'stlik guruhi, yerlik parlament a'zolaridan Uyg'ur do'stlik guruhi a'zolarining ko'plab kuch chiqarishi bilan vujudga chiqqanligini, navbatda Uyg'ur masalasi Yaponiya parlamentining kun tartibida turayotganligini, Xitoy Kompartiyasining Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'ul va Hongkongliklarga berayotgan besim siyosatini ayblaydigan qaror loyihasining hozir Yaponiya parlamentining kun tartibida turayotganligini, yerlik parlamentlarda qabul qilingan bu qarorlar Yaponiya parlamentidagi aybnomining baldirroq ma'qullikdan o'tish uchun foydali ekanligini bildirdi. Yaponiya Uyg'ur jamiyati raisi doktor Abdukerim Abdurahmon Amerika va boshqa g'arb allarining ta'siri bilan 30-may kuni Yaponiya parlamentiga Uyg'urlar to'g'risida bir loyiha sunilganligini bayon qildi. Avstraliya strategik siyosat instituti e'lon qilgan Uyg'urlarning majburiy emgakka selinish to'g'risidagi dokladda ismi tilga ilingan 14 cho'ng Yaponiya shirkatidan Mizuno, Ward va Koch qatorliq 6 shirkat Xitoy bilan bo'lgan savdo aloqasini to'xtatganligini jakarlagan. Erkin Asiya radiosining 14-iyun xabarida Chex Jumhuriyati parlamentining Kengash palatasi qaror ma'qullab, Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotganligini e'lon qildi. Buning bilan Chex Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlarga tutgan muomalasini irqiy qirg'inchilik deb to'nigan 6-g'arb davlati bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, o'tgan payshanba kuni ovoz qo'yilgan qaror loyihasi 0 ga qarshi 38 ovoz bilan ma'qullangan. Qaror loyihasida Xitoy Xalq Jumhuriyatida bo'libmi Tibet va Sharq Turkistonda kishilik huquq va erkinlikka keng ko'lamda xiloflik qilish, irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat va etnik kamsitish yuz bermoqda. Shundaqla madaniyat, diniy va siyosiy kimlik bostirilmoqda deyilgan. Qaror loyihasida yana Chex hukumati 2022-yildagi Beijing qishliq olimpik musobaqasiga diplomatik boykot e'lon qilishga chaqirilib, Chex Jumhuriyati hukumati va boshqa siyosiy vakillarining Xitoy Xalq Jumhuriyatidagi olimpik musobaqalarga qatnashish takliflarini rad qilish talab qilingan. Qaror loyihasida ko'rsatilishicha, ularning bu musobaqaga qatnashishi Xitoyning negizlik kishilik huquqini texmo kamsitish, uningga xiloflik qilish va bostirishni qonunlashtirish uchun suiiste'mol qilishiga yo'l ochadi ekan. Chex Kengash palatasining qarori buningga o'xshash bir qaror loyihasi Belgiya parlamentida ovoz qo'yilishning oldida ma'qullangan. Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti boshliqlar yig'ini uchun Belgiyaning poytaxti Bruselga yetib borgan Turkiya Cumhuriyet raisi Recep Tayyip Erdo'g'an har qaysi rahbarlar bilan ayrim uchrashishlarni o'tkazdi. Recep Tayyip Erdo'g'an NATO boshliqlar yig'ini doirasida oldi bilan Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan NATO markazida axborot qiyiq shaklda ko'rishgan. Ondan Angliya bosh vaziri Boris Johnson va Germaniya bosh ministri Angela Merkel bilan ayrim ko'rishdi. Fransiya prezidenti Macron prezident Erdo'g'an bilan fikr o'xshamasa, suhbatning davomlashishi kerakligini o'tirib qo'ygan. Macron prezident Erdo'g'an bilan Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti, Suriya, Liviya, Nagorno-Qarabog' va Fransiya masalasini, radikallikqa qarshi turishni muzokara qilishni umid qiladiganligini, Macron Erdo'g'anga radikallikqa qarshi turishning islomni hargiz nishonlamaydiganligini, Erdo'g'an bilan bo'lgan hamkorlik sohalarini muzokara qiladiganligini bildirgan.
Recep Tayyip Erdoğan 14-iyun kuni o'zining Amerika prezidenti Joe Biden bilan nihoyat unumli va samimiy ko'rishganligini, bu uning Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining Bryusselda o'tkazilgan uchrashuvda tunji qatim ko'rishganligini bayon qilgan. Angliya bosh ministri Johnson 14-iyun Hindistonning variant Xitoy virusining Angliyada tez tarqalishi sababidan 21-iyundagi barliq Xitoy virus yuqumi cheklamalarini bekor qilish planining 4 hafta uzartirilganligini bildirgan. Angliyadagi yangi variant Xitoy virusi har haftasida 7% surat bilan tarqalgan bo'lib, o'tgan bir hafta ichida Hindistonda o'zgarishchan virus bilan yuqumlanganlarning sonining ko'payishi va doktorxona e'tisonining eshishiga ergishib, Angliya bosh ministri va hukumatı Angliya fuqarolari cho'qim erkinlik kunining qamal qilinishi bilan xo'shlashish kerak deb qaralib, cheklamalarning 7-oyning 19-kunigacha kechiktirilishi kerakligini bildirgan. Egallanishicha, agar Angliya asli plandagidek 21-iyun kuni Xitoy virus yuqumining cheklamasini butunlay bo'shasa, Xitoy virusining yana yomonlashishini keltirib chiqarishi, doktorxonada yetib davolanadiganlar sonining o'tgan yili mart oyidagi saviyaga yetishi mumkinligini, u davolash sistemasining yana bir qatim og'ir besimga qolishini keltirib chiqaradiganligi bildirilgan. Böljürgen çaşma yıldızlıq samang'olliq o'simlik bo'lib, yana okean böljürgeni, qizil böljürgen deb ataladi. Böljürgen asli Yevropadan chiqadigan meva bo'lib, Toshqo'rg'onlar davridan boshlab insonlar yavu böljürgenni yeyishga boshlagan. Shveysariyadagi xarobalardan nurg'un böljürgen urug'i bayqalgan. Xotirlarga asoslanganda milodiyadan ilgiriki 200-yili qadimki Rim bog'chisida böljürgen o'stirilgan. Fransiyaliklar 5-asrdan boshlab böljürgen o'stirgan. Keyin İspaniyaliklar, Portugaliyaliklar va Angliyaliklar böljürgen o'stirgan bo'lib, Angliyaliklar böljürgenni Amerika qit'asiga olgan. Ammo 19-asr kelganda Yevropadagi böljürgen qimmatli yemeklik bo'lib hisoblanib, eng boy kishilar uni yeyishdan bahramand bo'la olgan. Böljürgenning rangi qizil, yumshoq, shirnis ko'p, chuchumal, ta'mi tatliq bo'lib, meva puruqi quyuq. Asosligi yangi pet yeyishga mos keladi. Uningdan yana meva sharbati, murabba, so'g'uq ichimlik qatorliqlarni pishiqlab ishlashgan bo'ladi. Böljürgen yeganda tish milikini turaqlashtirg'ili, nafasni soplashtirg'ili, qonayni siliqlashtirg'ili bo'ladi. Böljürgen tarkibidagi meva yelimi va yemeklik talolari hazm qilishga yordam beradi. Cho'ng taratni ravonlashtiradi. Böljürgen tarkibida vitamin C, yemeklik talos qatorliq ko'p xil organik kislota va flavonlar mo'l bo'lib, oksidlanishga qarshi turish unumi yaxshi. Teri va chochni asrash roli bor. Shundaqla o'riqlashga foydali. Böljürgen tarkibidagi yemeklik talosi va tannik kislotasi rak paydo qiluvchi moddalarni so'mirib oladi va to'sadi. Böljürgen tarkibidagi biologik aktiv moddalar oq qon kasali va qon ozliqni yemeklik bilan davolash roliga ega. Böljürgenning tabiati so'g'uq bo'lib, tal, oshqozon, o'pka tomirlarini ochadi. O'pkani siliqlab suyuqlik hosil qilish, talni sog'lomlashtirish, oshqozonni sog'lomlashtirish, suyuqlikni ravonlashtirish, ishiqni yondirish, qizitmani qaytarish, issiq o'tib ketishning oldini olish, o'pkani issiq qoplab yutilish, ishtihos tutilish, kichik tarat oz kelish, yangi böljürgenning issiqni yondirib, zaharni qaytarish, qonni jonlantirish, jigarni tozalash, ko'zni ro'shanlashtirish roli bo'lib, atiyozda iste'mol qilishga texmo mos keladi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.